Qayd qilinishicha, yo'l harakati qoidalariga mazkur yo'l belgisi sifatida o'rnatilishi shart etib qo'yilgan holati bo'yicha aniq qonunlar kuchga kiritildi. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarini oldida piyodalar o'tish uchun, haydovchilarga yaxshi ko'rinish uchun 1.14 qizil oq zebra chizilishi kerak, lekin amalda hozirgi kunda ko'ryapmizki, Toshkent shahrida ko'p maktablarning oldida qizil oq zebra chizilmagan. Oddiy piyoda yo'l joydan farqi bo'lishi kerak. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining oldida 30 soatiga kilometr tezlikdan oshirmasdan harakatlanish kerak, taqiqlovchi belgilar bo'lmasa. 1-iyundan boshlab, demak, maktablarning oldida ham foto, video qayd qilish moslamalari o'rnatilishi tashkillashtirilmoqda va endi tezlikni agar maktab hududlarida 30 dan oshiradigan bo'lsangiz, demak, yo'l harakat qoidalari bo'yicha buzilishi oqibatida jarimaga sababchi bo'lishi mumkin. Ushbu qonunchilikka muvofiq 2025-yilning 1-sentyabriga qadar maktab va bolalar bog'chalari atrofida yo'l belgilari, radar va maxsus texnik vositalar bilan ta'minlanish ko'zda tutilgan.